Assalomu alaykum kuzatuvchilar, YJVK ko'chat ishqibozlari, mashg'ulot ergashev YJVK ko'chatlar bilan shug'ullanaman, daromad qilaman. Mana bugun Andijon viloyati Qorasuv shahridan akamiz zakaz qilishganlar. 130 tub zakaz qilishga mana 15 tadan joylaganmiz. Faqat oldin qishda jo'natganlarimiz bo'yini 1.82 metr qilib jo'natardik. Endi bahor kelib qoldi, havo isib qolgani uchun 1.21 metr qilib kesyapmiz bo'yini. 2 yasharlik ko'chatlar. Keyin ko'p savollar bo'ladi. Aka, buni ekilish tartibi qana bo'ladi deydi. Hozir bu savollarga ham javob berib o'tamiz. Buni ekilish tartibi stoyka qoqiladi. Stoykaga 4 qator sim tortiladi. Iloji boricha mana YJVKni ham stoykaga bog'laverish kerak. Asosiy tana stoykada bo'lsa, keyin shoxlarni ikkita yonboshga taraveradi. Bu tez shoxlaydi, bir 10 metr, 15 metrgacha o'sadi. Agarda kimgadir shunaqa sifatli YJVK ko'chatlar kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.